Sholini narxi 5 mingga tushib ketganda zarardan chiqib daromadni ko'paytirishni ko'rib chiqamizmi? 1 gektar sholini yetishtirish uchun qilinayotgan xarajatlarni mana yozib chiqdim hammasini. Birinchi bu yer tayyorlashdan boshlanadi. Paxta 500 ming gektariga, salarkasi 200 ming, vazir bilan tekislasak 2,5 mingdan 2,8 gacha salarkasidan birga ikkita disk urib yerni tayyorlasak, hammasi bo'lib 4,2 mingga tushadi. Keyin urug'ni tayyorlaganimizda agar 140 kilo yo 120 kilo ishlatsak, urug'ni 10 mingdan urug'ni o'rtacha narxini, bu yilgi narxini olganimizda 1,400 1,200 bo'ladi. Yaxshi gerbitsid olib 2,5-3 litr qiladigan bo'lsak, gektariga 1,5 milliondan 2 milliongacha ketadi. Mana 1 tonna o'g'it, sulfat amoniya 500 kilo, amafos 300 kilo, karbamid 100, selitra 100 kilodan olganimizda общий mana o'rtacha narxni olib hisoblaganda 5 million 120 ming chiqyapti. O'shanda suvchilar bilan ishchilarning xarajatlarini hisoblasak, ishchilarga 1 gektarga xarajati 3 million, suvchilarning ish haqqi 2,5 million, kombayn 2,5 million bilan salarkasi bilan 2,8 deb oldik. Yer solig'i 600 ming, suv solig'i 2,130 ming 1 gektariga normativ bo'yicha. NDS'ni 5 ming so'mdan hisoblab, sholni narxini 3,5 tonnadan olsak, chiqqan 12% o'sha 2,3 ming so'm bo'ladi. O'shanda soliqlar hammasi 5 milliondan oshiq bo'lyapti. Hozir aytib chiqqan hamma xarajatlar 26 million 100 bo'ldi. Yana 20% prochi расход bunga nima kiradi? Sholni quritish kiradi, rabochilarni ovqatlanishi kiradi, sholini tashish kiradi, yuklarni dalaga olib borish, daladan olib kelish, fermerni o'zini qilgan xarajatlar hammasini olganda o'sha 5 millionga yaqin 1 gektarga xarajat. Itogosi 31 million o'rtacha sholiga 1 gektarga xarajat bo'lyapti sholni yetishtirish uchun. O'shanda hosildorlikni mana yuqori quruq zo'r sholi 60 sentner deb olganimizda narxi ham sholning narxi 5 ming so'm bo'lganda daromad 30 million bo'lyapti. Bu degani 31 million xarajat qilib 30 millionlik olsak, toza daromadimiz -1 million, bu degani 1 millionga zararga kirar ekanmiz. Endi savol, qanday buni qilib sholini hosildorligini o'rtacha 60 sentnerdan yuqori qilsak, sholning narxi oshsa, o'shanda daromadimiz oshadi. Lekin toza daromad baribir unchalik baland bo'lmaydi. Endi qanday qilib xarajatni kamaytira olamiz? Xarajatni kamaytirish uchun paxta lazer tekislash, ikkita diska urishdan ketib, frizaga o'tsak, yerlarni shudgor qilmasdan, tekislamasdan, disk qilmasdan 4 million 200 ming xarajat qilmasdan, faqat suvni ochib olib, friza qilib, salarkasidan birga 550 ming so'm xarajat bo'ladi 1 gektariga. Bu degani 3,5 million 3 million 700 ming ekonom bo'ladi. Yaxshi urug' tayyorlasak, yaxshi urug'ni obработкасini dorilab, obработка qilsak, 120-125 kilolik qilib, o'shanda ham 150-200 ming iqtisod qilamiz. Gerbitsiddan iqtisod qilib bo'lmaydi. Gerbitsidni yaxshisini olish kerak, vaqtida berish kerak. O'g'itni ham o'tgan yili biz sulfat amoniya общий 300 kilo ishlatdik. Amafos 300 kilo, karbamid bilan ishlamadik, selitra bilan ishlamadik. Xarajatlarni 3,5-4 milliongacha tushirdik. Ishchilarni, suvchilarni xarajatini bu yil tushirishimizni bir yo'li o'sha yerlarni 8 gektar, 10 gektar qilib cheklarni katta-katta qilganimizdan keyin mexanizatsiyalashtirdik. Ishlarni hammasini ish kuchidan qochyapmiz, chunki ish kuchi qimmat bo'ldi. Bu yilda o'zida juda ham katta summa ish haqqi to'ladik. O'shani kamaytirish niyatidamiz. Kombayn, dizel xarajatlari bularni kamaytirib bo'lmaydi. Kichik Xitoy kombaynida o'rimni olib boryapmiz. O'sha o'rtacha xarajat 2,5 million bo'lyapti 1 gektariga. Yer solig'i, suv solig'i, NDS, endi suv solig'ini kamaytirish bitta yo'li, dalaga sho'chib qo'yib hisob-kitobini olib borsak, 2 milliondan 1 millionga tushirsak bo'ladi. O'shanda ham soliq 4 million bo'ladi. Shunga olib qaraganda umumiy xarajatlarimizni 10 millionga yaqin kamaytirsak bo'ladi. O'shanday qilib xarajatlarni 31 milliondan 18-20 milliongacha tushirsak,
toza daromadimiz o'sha summaga oshadi. Qilinadigan ish hozir bu yerlarni katta chek qilib tayyorlash, ariqlarni betonlab tayyorlash, ariqlarga dalani boshiga, quloqlarga sho'chik qo'yish va o'g'itni kamaytirib o'g'itni qanday kamaytiryapmiz? Kombaynni ishlatganda kombaynni orqasida sholini, somonni maydalagichini olib tashlamasdan ishlatib, sholini, somonni maydalab, poxollarni hammasini yer ichiga haydab, o'sha qo'shimcha o'g'it bo'ladi. Friza bilan ishlov berganda yerni ag'darmaganimizda 2-3 yil ichida yerlar degradatsiyasi to'xtab, yerlar boyishi, o'g'it bilan boyishi boshlanadi. O'g'itni kamaytirish kerak. Yerda 1 tonna 200 kilo o'g'it berib, yerlarni zaharlab kelyapmiz. O'shandan ketishimiz kerak. Shu eng asosiy.